Бүгінгі nöbetdagi satuğumuz Zubur 11.00 Matakıl Tavatırı. Karabözek rayonundan kelgen kim? Jеңсаға. Жеңсағаға сатылды, Жеңсаға. Неше сом болды бақасы? 18,5. 18,5 миллион нақ пұлға ма? Шытыр Naq болды ма? pulға, naq pulға. Көвіндегідей болды ма? İşletip Болды, gördünüz mü? kövüldегідей болды. Рахмет. İşletip gördük. Razı Sodаңызға mısınız? baraka versin. Razımız. Başkalarga tavsiye kılasız mı? Bunu tavsiye qilamiz. Biroq tavuk soyup berу керек mına birisi. Rahmet bo'ldi. Qilchoyga ketdi. Bo'ldi, rahmat sigirlar. Savdoga umid. Болады, sağ olun. Hayırlı görün. Hürmetli abonachilar, navbatdagi sotuvimiz Oybek mahalleden Elekber joramizga sotildi. Necha so'm bo'ldi bahasi? 5 milyon so'm. 5 million so'mga kelishildi. 5 akkumulyatorli 16lik balonlar bo'ladi. Endi Jitx tormozli flash kaskalari hamma narsasi qo'shib berildi axir. Havo. 5 akkumulyatorli 2047 degan modelimiz bo'ladi. Xayrni ko'r, ishlarga rivoj. Foydali, barakali bo'lsin. Toza mashinalar aylanursin keyin. Sağ olun. Hürmetli abonachilar, navbatdagi elektromotorimiz Bo'stalma mahallasiga sotildi. Qudrat akama. Qudrat aka qutlug' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Köyündegidey bo'ldimi? Necha so'mga bo'ldi Ajoyib. kelishdingiz? 15 milyon 200 bo'ldi. Dim arzon yeri sho'r ekan. 15 million 200. 15 milyon 200. Ha. So'ngga Eng arzon yeri sho'r ekan. Ham yerga bordik, Gullangadan bordik. Mana shu yerdan nasib etdi, arzongani oldik. Weaver var, hem her xilisinden var. Hamma xilisidan. Cho'ntagingizga qarab maslab olaverasizlar. Har xil bahasidan var. 10 millionlik ham bor. Skuterlarning, motorollarning, uchli cheklarning Zo'r. 30 millionlik ham bor. Har xilisidan bor. Toza mashina aylanursin keyini. Haydi, Sog' bo'ling, qani salomat bo'ling. kelsin. Mana keyin Qani. ko'rsangizlar, shunda yomg'irlar, sovuq kunlarda Qani. keyin Qani turib qasirmi bu? qarmoq qurib yeyotgan narsa. Qasirmi? Space Jet'imiz Kiko profildan kelgan singlimizga sotildi mana. 1,5 metrlik ikki qatorli yonboshida beda pichog'idan bor bo'layinchi. 1,5 metrlikda bunday narsa bo'lmaydi. Oldin shu vaqtchalar. Endi bunga yonboshina buni beda pichoq degan ham qo'yilib keldi, ham buni nesi ham bor bo'lib keldi mana. Ustundagi 3-qator 2,5 metrlik qishloq xo'jalik ekinlarini o'rishga mo'ljallangan 3-qator sebida qo'shilgan. Hokim yordamchisining tavsiyanomasi orqali sotilyapti. Köyündegidey bo'ldi mana. Avan köyündegidey bo'ldi. Razımızlar. Razımız. Sağ olun, selamet olun onda. Keyin toza mashinalar aylanursin. Xayrni ko'ringlar, ishlaringizga rivoj. Mana dastlabkasini ham eltib beramiz hozir, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, aloqa ochib ko'rasizlar. Har xil texnikalar. Kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bor. Nöbetdagi mototsiklimiz Qaraman mahallaga sotildi mana. Server degan yigitni ating? Ha. Ha. Serverga toza kelgan Honda mototsiklimiz, motor miyasi 2000lik 5 pilkali bo'ladi. Mana eldi qo'shar ham qo'sha projektor. Bunilari dim baqib o'tib chiqqan xili. 5 pilkali. Kuzovining razmeri 2 metr bo'ladi. Oldingilar 1.80 bo'lgan edi, 2 metrga 1.40. Yani shunday baquvvat. Bunun eng qiziqli yeri reduktori oldingilarga nisbatan dim baquvvat bo'lib kelgan. Reduktori oldingilar bizilaveratan bo'lgan edi. Buni reduktor uchun oldik bu mototsiklni. Video'nchalim bo'lmagan bilan shu eng muhim yeri korobkasi reduktor zadniy most degan joyi katta baquvvat qiyli. Bo'ladi unda jo'ra. Dedanglarga salom de. Baliqxonaga borganda baliq sho'shasandan de.
Yaxshi, xayrni ko'ringlar. Keyin toza mashinaga aylanaversin. Navbatdagi mototsiklimiz Uragan mototsikl. Shu yerdan olaverasizlar. Yaxshi ekan, 26 million so'm bo'ldi naqd pulga. naqd pulga 26 Aa. million so'm. Uragan. Uragan. Aziz do'stlar, 1 yillik garantiyasi bor. Bahasi 26 million so'm bo'ldi naqd pulga. 60 lik vilka, 200 lik motor, пониженный повышенныйsi bor, radiatorli bo'ladi. Zapaska balonlari bor. Ko'ndagidek bo'ldi, narx-navosi maylarni ham sap Aa. berdik-a? Maylarni ham sap berdi. Hammasini bir qator ko'rib berdi. Yaxshi, Bo'ldi, Xudo bo'ldi. shukr. Razimiz saqir. Roziman. Shu yerdan olsangiz tavsiya beraman hammangizga. Hay rahmat. Xayrni ko'ring. Amin. Foydali, barakali bo'lsin. Keyin taqvo bo'laversin. Sağ Yaxshi, ol. rahmat. Sog' bo'ling. Boburov Jumurtoqqa ketdi. Ana Qaramon mahallaga Yiberib dastavkasi bilan toza kelgan Xonjaydan yana birsi. Elektromotorimiz Bo'ssalma mahallasidan kelgan Rahmatjon degan yigitga bo'ldi. Rahmatjon qutlug' bo'lsin texnikalar. Rahmat. Xonjay motosiklidan sotib oldi. Xonjay 1800 lik motor miya. Kuzov razmeri 180 ga 130. Balonlari standartni 512, mana 5 bilkali bo'ladi. Toza kelgan modelimiz bu. 58 ampere akkumulyatordan 6 dona qo'yilgan. Reduktori eng baquvvat qiyli oldingilarda kichkina emas. Zadnimosi kuchli qiyli zadnimosli reduktor bo'ldi. Qutlug' bo'lsin. Rahmat, kelaverasizlar, hammangizga tavsiya qilamiz. Ko'ndagidek bo'ldimi narx-navosi? Boshqa bo'yicha biz shu yerdan bitadi ekan, ko'nima yoqdi. Zakon nimani hamma zoti baquvvat, yaxshi, yomon emas. Sostenasi. Mana Kredit- yoqdi lekin. Kredit bahasi 19 million so'm bo'ldimi? Ha, Necha so'm naqd pul berdingiz sizlarga? naqd pulmi? Sizgami? Ava. 3 million. 3 million so'm naqd pul berdi. Qolgan 16 million so'mini hokim yordamchi tomonidan kredit chiqarilgan bo'ldi. Unda xayrli bo'lsin, Atqansiz, foydali, rahmat. barakali bo'lsin. Keyin toza mashinalarga aylanaversin. Rahmat. Bo'lsin, oqlashimiz. Amin, aytqansiz. Navbatdagi sotuvimiz 2,5 tonnalik Grand Motors mototsikli. Kuzov razmerlari 220 ga 140. Qo'sh balonli. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'sh balon samasval. Necha so'm bo'ldi? 30 million so'm bo'ldi aka. 30 million so'mga sotildi. 200 lik motor. Radiatorli bo'ladi. Necha so'm bo'ldi deysiz? Naqd pulga? Naqd pulga 30 million so'm bo'ldi. Mana Fobor savdo markazidan sotib oldik. Aka sizlarga rahmat. Ko'ndagidek bo'ldimi? Ko'ndagidek bo'ldi. Har xilisini saylab ko'rdingizlar. Avalon bor, Uragan avadirmiz aka. Konji ham bor. Samasval bahasi 30 million so'm. Aziz obunachilar, Naqd pulga. naqd pulga. Пониженный повышенныйsi ham bor, qo'sh balon ham samasval. Vilkalari 60 lik vilka, radiatorli. Unda qutlug' bo'lsin. Ana rahmat aka. Keyin mashinaga aylanaversin. Foydali, barakali bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat. Navbatdagi sotuvimiz Xizreli mahallasina bo'ldi. Hokim yordamchi tavsiyanomasi orqali kelgan klientimiz foydali, barakali bo'lsin, xayrni ko'rsinlar. 1,5 tonnalik benzin motorli mototsiklimiz, 200 lik motor, водимое охлаждение, 512 lik balon bo'ladi. 7 lik vilka qo'yilgan. Xayrni ko'rsinlar. Video olish vaqtida mikrofon ishlamay qolibdi, shuni ustini yozib o'tiramiz. Benzin motorli 192 benzin motorli mototsikl tavatirimiz bir dona. Shu mototsikl 33 million so'm bo'ldi. Xayrni ko'rsinlar. Ishlarini rivoj. Sog' bo'ling. Qalliqo'l rayoniga ketdi. Xizreliga. Mana navbatdagi mototsiklimiz Xonjay mototsikli 200 lik, 2 metrlik, 200 lik motor водимой охлаждение deb aytiladi. Boburov Findan kelgan Mirzabek degan ukamizga sotildi. Mirzabek qutlug' bo'lsin texniklar mototsikli. Ko'ndagidek bo'ldimi? Ko'ndagidek bo'ldi. Baholar Bolalardan. yoqdi. Men 25300 ga oldim. Va sotuvchilarga rahmat. Hammaga imkoniyat bor. Sizlar ham kelib oling. Ay rahmat. Ko'ndagidek bo'ldi axir. Ko'ndagidek. Har xilisidan saylab ko'rib, Ha. mana shu Xonjay degan mototsiklni tanladilar. Foydali, barakali bo'lsin. Yaxshi kunlarga buyursin. Ilohim keyin taqvo bo'laversin. Rahmat. Yaxshiliklar buyursin. Aziz obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'ling.
Aziz obunachilar, navbatdagi mototsiklimiz elektronli Honji mototsikli 2 metrlik 2000 motor 2000 miya degan xil mototsiklimiz toza keldi bu. Kredit asosida sotilyapti. Hakim yordamchini tavsiyanamasidan avatirsiz. Hamzaga qutlug' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Köyündegidek bo'ldimi? Zo'r. Ko'ndagidek. Hamma yerni so'rashtirib kelib, oxiri shu yerdan oldik. Viber var, halagan kichkina xilisi bo'lama, to'qlanib bo'lgan xilisi bo'lama, benzinli mototsikl hammasidan bor. Bunda foydali barakali bo'lsin. Aytganing kelsin. Keyini taxo bo'laversin, iloyim. Rahmat, Sog' aytganing bo'ling, kelsin. salomat bo'ling. Aloqa chiqarasizlar. Aziz obunachilar. Navbatdagi sotuvimiz Taryap mahallasida. Mana shu birashka bilan yer Evet, surishdim. Taryap mahallasida sotildi buni. Tak, mana komplektida pichog'i bor. Buni Pichog'i motokultivator ko'rkasa- bir dona, 7 dot kuchli. Toza kelgan Honjimiz 1 tonnalik 2000lik motor, 2000lik miya qo'yilgan. Kuzov razmeri 2 metrlik bo'ldi buning. Yangilik bo'ldi. Ham motor miyasi bu mototsiklning reduktori eng patli bo'lib chiqdi-da buni. Ha. Shoxacha kelib turgan reduktor buzilib turganlardan ichida reduktorga e'tibor berilgan ekan, shu tanlandi shuning uchun. Xudo xolasa uy oltirmaydi degan umidamiz. Ko'pchilikka shu. Mana uni Makka dirabilkamiz, Don dirabilkamiz hammasi qo'shib ana shu yigitga sotildi. Taryap mahallasidan kelgan. Biva Bo'lsin. motorlar bivayda motor ekan. Bivoydimi? Ha. Bo'ladi, rahmat. Ko'ndagidek bo'ldimi? Hammasi Rahmat, bir joyda bari zo'r. bo'ladi. Boshqalarga tavsiya etasizmi? Fobar savdo markazini? Ko'p odam kelinglar mana, shu yerdan savdo qilinglar mana. Hmm, Bizkinde mana yer suruvchilar, mana Makka yarmalardan olinglar. Bo'ldi, Odam o'zlari zo'r ekan, sifatli. Mana o'zlari bari tushuntirib berdi. Bo'ldi. Nisbatan boshqalarga qaraganda yaxshi ekan bu mototsikllar. Sog' bo'ling. Unda keyin taxoya bo'laversin. Dehqonchiligingizga, ishingizga baraka bersin. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz obunachilar, keyingi mototsikl dastavkasi bilan jo'natyapmiz. Bu qaysi yerga ekanini bilmay ham qoldim men. Bo'ladi, sog' bo'ling. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarsangizlar, har xil texnikalar to'g'risida ma'lumotlar olaverishingiz mumkin. Bugun 8-may Fobar savdo markazida savdolarimiz davom etyapti. Bugungi traktorimiz Bo'zatov rayon Bo'zatov Shifidan kelgan Azatboy og'amizga sotildi. Bu traktordan o'zi YouTube'da ko'rib kelgan ekan. Tugaviydi bu traktordan bir dona tish tarasida saqlab qo'ygan deymi? Shunday birov topildi, omadingiz bor ekan. Voy. Qutlug' bo'lsin, toza texnikalar. To'zdirmoq nasib etsin. Doim keyin toza mashinalarga beraversin. Necha so'm bo'ldi bahasi? 38 milyon. 38 million, 33 million so'm hakim yordamchisining tavsiyanomasi orqali qolganini naq berdingiz axir. Köyündagidek bo'ldimi narx-navo? Oldu, rahmat. Bo'ladi, sog' bo'ling, xayrni ko'ring. Aziz obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Har xil texnikalardan bor. 8-may navbatdagi sotuvimiz Shaykulovdan kelgan Tursunboyev Inamjon degan ukamizga sotildi. Honji 200lik motor Vadimni axlajliy xil mototsiklimiz 29 million so'mga Shaykulovdan ketdi. Hakim yordamchisining tavsiyanomasi orqali. Bunda qutlug' bo'lsin mototsikllar. Rahmat. Keyin toza mashinaga aylanaversin. Xayrni ko'ringlar, yaxshi kuningizga bersin. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Honjining mana motori pasta xillaridan ham bormi? Sidining ostida. Bularda o'xshab bir video obzor qilamiz. Shu vaqtda ma'lumot berib o'tamiz hammasini toza kelgan narx-navolar bo'yicha, mana da elektronik kichkina skuterlar bo'yicha da hammasini narxlarini bir tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Bo'ladi, sog' bo'ling unda. Xayrli kun.